Assalomu alaykum, qalbga yaqin inson. Ahvolingiz qanday? O'zingizni qanday his qilyapsiz? Bilaman, sizda og'ir, eslashni, u haqida o'ylashni xohlamagan muammo va vaziyatlaringiz bor. Ularda sizga yordam beradigan, sizning qalbingizga malham bo'ladigan meditatsiyani tayyorlashni niyat qildim. Bu meditatsiyani har kuni eshiting. Bir oy davomida ong ostingizga integratsiya qiling. So'zlariga diqqat qiling. Boshlashdan avval tinch joylashib oling. Sizga hech kim xalal bermasin. Sizni chalg'itmasin. O'zligingiz bilan yolg'iz qoling. O'zgarish va og'irlikni mustaqil yechish sari harakatingizni boshlang. Siz yolg'iz emassiz. Men siz bilanman. Siz mening qalbimga yaqinsiz. His qiling. Chuqur nafas oling. Nafas chiqaring. Hozir ko'zingizni yuming. Nafasingizni tinchlantiring. Har bir nafas olishda energiyani, hayotni his qiling. Har bir chiqarishda og'irlik sizdan chiqib ketayotganini tasavvur qiling. Buni his qiling. Chuqur nafas oling. Nafas chiqaring. Diqqatingizni ichingizga qarating. Ko'zlaringiz yumildi va siz asta-sekin uyqu oldi holatiga o'tishga tayyorlanmoqdasiz. Qo'l-oyoqlaringizni bo'shashtiring. Ular yengillashib bormoqda. Qalbingizdagi tinchlik hissini qabul qiling. Hozirda siz tinch ong osti dunyosiga tushmoqdasiz. Chuqur nafas oling. Nafas chiqaring. Tashqi dunyodan uziling. Bor diqqat e'tiboringizni qalbingizga qarating. Chuqur nafas oling. Nafas chiqaring. Qovoqlaringiz borgan sari og'irlashib bormoqda. E'tiboringizni oyoq uchlaringizga qarating. Ular yengillashmoqda. Bu yengillik asta-sekin yuqoriga, oyoqlaringiz, qorningiz, ko'kragingiz, yelkalaringizga tarqalmoqda. Har bir nafas bilan og'irlik yerga o'tib ketayapti. Tana yengil va nurli bo'lib borayapti. Tanangizdagi noqulay joyni his qiling. Og'riq, tortish yoki zo'riqish. Bu joyga nafas yuboring. Har bir nafas bilan shu joyga issiq nur kirayapti deb tasavvur qiling. Bu nur shifo energiyasidir. U hujayralarni uyg'otadi, tiklaydi, yengillik olib kiradi. Chuqur nafas oling. Nafas chiqaring. Ko'zlaringiz yumiq. Endilikda butun tanangiz yorug' nur ichida. Har bir hujayra jonlanmoqda, tabassum qilmoqda. Tanangiz va ruhingiz bir to'lqinda nafas olmoqda. Siz sog'lomsiz. Siz yangilangansiz. Siz yengilsiz. Asta-sekin bu holatni his qilib, uni ushlab oling. E'tiboringizni qayta muhitingizga qaytaring. Qo'l va oyoq barmoqlarini siljiting. Va tayyor bo'lganda ko'zlaringizni oching. Yengil va yangilangan holda hozir va shu damga qaytib keling. Hozir nafas oling. Va bu nafasda hayot borligini his qiling. Siz nafas olayotgan ekansiz.
demak hayot sizni sevmoqda. Qalbingizga e'tibor bering. U tinimsiz ishlayapti. Siz uchun, hayot uchun. Unga minnatdorchilik bildiring. Tanangizga, uning har bir hujayrasiga rahmat aytib qo'ying. U siz bilan birga barcha og'irlikni yengdi. Siz bilan birga davolanmoqda. Endi sizni o'rab turgan bu nur sevgi nuri. U qalbingizni to'ldirayapti. Qo'llaringizdan chiqib butun olamga tarqayapti. Siz suyuklisiz. Siz sevgisiz. Shukr qiling. Shu dam uchun, bu havo uchun, tanangiz, ruhingiz va hayotingiz uchun. Har bir nafasda yangi imkoniyat, yangi shifo, yangi baxt bor. Siz yetarlisiz. Siz sog'lomsiz. Siz baxtlisiz. Hozir va shu damda siz borsiz. Chuqur nafas oling. Nafas chiqaring. Ko'zlaringizni ochganda bu tinchlik, bu nur sizning ichingizda qoladi. U sizning yo'ldoshingiz bo'ladi. Har kuni, har nafasda. Men sizga ishonaman. Siz ham o'zingizga ishoning. E'tiboringiz uchun rahmat. Bu meditatsiyani har kuni eshiting. Ong ostiga muhrlang. Hozir va shu dam siz uchun. Butun olam siz uchun. Siz Allohning suyukli bandasisiz. Mehr bilan, Uli